Zebonni uxlayapsan, tur, yenga kelib uyalmaysanmi? Uyda ko'p uxlasam, oyim erga tegsa, erlinkida uxlaysandir dedilar. Mana uxlayapman, xalal bermang. Zebo, multfilmni o'chib ovqat qilarsan balki. Oyim uyda multfilm ko'rib o'tirganda, "Jo'ningdan erlinkida ko'rasandir" dedilar. Ko'rib o'tirgandan o'shancha. Bo'pti, men o'rtalarim bilan yashib ketaman. Ha, bo'pti. Stop! Zebo, sen 3 kunlik kelinsan, qayerda aylanishib ketyapsan? Oyim aytganlar, erga tegsa, xohlagan joyingga borasan deb. Zebo, nima faqat sen qayerga borish uchun yerga tekkanmisan? Yo'q, to'g'risini aytsam, ikkitalik rahatda uxlash yerga teganman. Oyim ruxsat bermasdilar-da. Umidga siz bilan bitta joyga boramiz. Chunki oying aytgan bir joyga boraylik desang, ering bilan borasan degan-a? Qattan bildingiz? Chiqqa bormayman. Yo'q, men yo'q boraman. Qayerga olib keldingmi? Servislarga hozir bir turli kiyim tanlayman. Yo'q, to'p.